Salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Obuna bo'lishni unutmang. Bugun sizlar bilan birgalikda GTA 6ning ikkinchi teaser, ikkinchi treylerida birgalikda tomosha qilamiz. 9 soat ichiga rekord o'rnatdi. 36 million prosmotr yig'di ushbu treyler. Qani unda kuttirmasdan birgalikda ushbu treylerni ko'ramiz. Go! Rockstar taqdim etadi. Wow. Grafika. What you doing up there? Grafikasi bomba prost. Just fixing some leaks. Seriously, dude, you got some time on your hands. I got some properties with paying tenants. Oh, that's why you came by? Just go get me my checks. See you, Brian. Love you, Jason. Do'stlar, realni o'yin. GTA 6 2026-yil 26-may sanasiga chiqarilishi aniq bo'ldi. Ko'ryapsizlar, realni juda ham ajoyib. Prosta grafikasi super, hali bunday o'yin ishlab chiqilmagan. Dunyo bo'yicha birinchi o'ringa chiqadi GTA 6. Ko'ryapsizlar, o'yin emas bu, kino bu prosta. I'm here for Lucia Caminos. She's supposed to be getting out. What's your name? Jason Duval. Ismi nima? Jesse. Jesse Paul. Before? Qayerdan kelding sen? You might have. New Yorkdan. Oh, Hey, asosiy qahramonlar shu ekan. Hey, stay. Xo'sh. trust me, this place is just the start for us. Ring the bell, shots, baby. The only thing that matters is who you know and what you got. GTA 6 treyleri dahshatli. We gotta protect each other. Hey, we got more guns than the law allows. Ajoyib grafikasi. Treyleri ham ajoyib. Ushbu o'yin birinchi bo'lib PlayStation 5 hamda Xbox Series X seriyasiga taqdim etiladi. Keyinchalik kompyuterlarga ham ishlab chiqiladi. Bugun sizlar bilan birgalikda GTA 6 ni treylerida reaksiya qildik. Video ostiga like bosib kanalga obuna bo'ling.